Birinchi Diliyadan boshlaymiz. Endi men do'stlarim oldiga boraychi. Ey, salom bolalar. Bu yerda nima qilyapsizlar? Salom Diliya, qalaysan? Rahmat, yaxshi. Sizlar qandaysiz? Diliya, bugun bizga Garena yangi topshiriq yubordi. Xo'sh, u qanday topshiriq ekan? Bu safar nima qilamiz? Bu safargi topshiriq O'zbekistondagi eng katta Free Fire streamerni topishimiz kerak ekan. Xo'p, unda uning ismi nima? Diliya, uning ismi Zufar Max. U O'zbekistondagi eng ko'p Free Fire'chilarni to'plagan. Qani bo'lmasam ketdik biz. Zufar Max'ni topgani boramiz. Ha bek, yangi sarguzashtlar sari olg'a. Ali Sheyx, yo'lda davom etaver. Bu Kirsa Tiamoning ishi. U bizga xalaqit bermoqchi. Ey, siz kimsiz? Bu yerlarda nima qilyapsiz? Men bu yerlarda adashib qoldim. Iltimos, meni Mil nomli qishloqqa tashlab qo'ysangiz. Menga aytingchi, yaxshi qiz. Siz Zufar Max'ni taniysizmi? Ha, men uni yaxshi taniyman. U hozirda Bermuda o'rmonida do'stlari bilan yuribdi. Rahmat sizga. Endi Zufarning qayerda ekanini bilamiz. Tezroq ketishimiz kerak. Ey, siz kimsiz? Bu yerlarda nima qilyapsiz? Mening ismim Joha. Free Fire'chiman. Siz Joha Free Fire'misiz? Siz kal edingiz-ku, sochlaringiz yo'q edi. Ha, men kal edim. Inosh bergan yasama sochda yuribman. Joha, siz Zufarni qayerda ekanligini hozir bilasizmi? Ha, men Zufarning qayerda ekanini bilaman. U hozir Nekistira bazasida dam olmoqda. Xo'sh, do'stlar, ular meni topishdimi yoki yo'q, buni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Oradan esa 4 hafta o'tdi. Do'stlar, biz Zufar Max'ni qachon topamiz? Diliya, xafa bo'lma. Garenani topshirig'ini albatta bajaramiz. Biz Zufar Max'ni topolmadik, endi nima qilamiz? Ha, Diliya opa, biz uni ancha qidirdik, lekin topolmayapmiz. Mayli do'stlar, siqilmaymiz. Bugun shu o'rmonda tuni o'tkazamiz shekilli, qorong'i ham tushib qoldi. Ha, Ali Sheyx, kecham tushib qoldi. Yuraverib charchab ham ketdim. Zufar. Zufar qayerda ekan, ha? Shuncha qidirdik. Zufar qayerda bo'lsa ham biz uni topamiz. Bugun kech bo'ldi. Mayli do'stlar, men yotib uxlayman. Rosa uxlabman. Bugun nima qilamiz? Ha, bek, rosa xurra yotib uxlar ekansan. Turinglar, uyquchilar. Do'stlar, bugun havo ancha yaxshi-ya. Ha, shunday. Garenaning topshirig'iga ham 2 kun bo'ldi. Biz tezroq bajarishimiz kerak.